Dinamo futbolchilari to'p bilan Jahongir O'rozov uzatma bera oladimi? Yo'q. Qoida buzilmadi bu yerda. Abdusalomovdan uzatma va Friday foydalanib ketishi mumkin va gol! Uchrashuvning 9-daqiqasida Dinamo futbolchisi samarqandlik muxlislarni quvontirmoqda. Umuman mana ular armiya qo'llab-quvvatlash uchun kelgan qoyilmaqom. Takroran ko'rishimiz mumkin. Qoidabuzarlik yo'q, ofsayd ham yo'q. Darvozabon Jonatandan xato va Fridaydan gol. Shu tariqa uchrashuvning 9-daqiqasi hisob ochilmoqda. Abdusalomovning super pas. Ko'ra oldi, ochilayotganini. Jonatan ulgura olmadi chiqib ketishga. O'ta qo'pol xato va Emenka Friday mana takroran Abdusalomovdan uzatma ko'rdik. Darvozabon qaytarishi mumkin edi, lekin birozgina ulgurmadi chiqishga. Shu tariqa hisobni oldinga olib chiqmoqda Emenka Friday. Takror ko'rishga arziydi. Jonatandan xato, Friday sovuqqonlik bilan foydalanib ketmoqda. Shu tariqa hisob ochilmoqda.